Putin qarorgohiga hujum. Rossiya Mudofaa vazirligi dalillarni qo'lga kiritganini da'vo qildi. Zo'rg'a o'ziga keltirishdi. Qodirov shoshilinch tarzda shifoxonaga yotqizilgan. Kim Chen In yangi yilni Ukraina urushiga yuborilgan harbiylar oilalari bilan kutib oldi. Rossiyada o'zbekistonlik migrantni omonchilar kaltaklab o'ldirgani aytilmoqda. Nyu-York tarixida ilk bor mer Qur'on bilan qasamyod qiladi. Rossiyaning O'zbekiston bilan bog'liq qanday rejalari borligi ochiqlandi. Qo'qonda ommaviy tartibsizlik bo'ldimi? Putin qarorgohiga hujum. Rossiya Mudofaa vazirligi dalillarni qo'lga kiritganini da'vo qildi. Vladimir Putinning Novgorod viloyatidagi qarorgohiga hujum qilingani aytilayotgan Ukraina dronlarining maxsus texnik ekspertizasi davomida Rossiya maxsus xizmatlari vakillari dronlardan biriga yuklangan parvoz topshirig'i faylini chiqarib oldi, deb 1-yanvar kuni ma'lum qildi Rossiya Mudofaa vazirligi. Yo'nalish ma'lumotlarini tahlil qilishini ko'rsatadiki, Ukraina dronlari hujumning yakuniy maqsadi Rossiya prezidenti qarorgohidagi obyektlardan biri bo'lgan, deb ta'kidlaydi Rossiya harbiy idorasi. Qo'shimcha qilinishicha, bu ma'lumotlar Qo'shma Shtatlarga yuboriladi. BBC nashrining New York Times va Wall Street Journal gazetalariga tayanib yozishicha, bir kun avval AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori John Ratcliffe AQSh prezidenti Donald Trampga Ukraina Putinning qarorgohiga hujum qilishga urinmagan degan xulosaga kelgan. MRB rasman izoh berishdan bosh tortdi. Oq uy esa savolni AQSh prezidentining ijtimoiy tarmoqlardagi postiga yo'naltirdi. Tramp razvedkaning bu ma'lumotlarni tan olganini e'lon qilmadi, biroq 31-dekabr kuni o'zining Trust Social ijtimoiy tarmog'ida New York Post gazetasining Ukraina hujumi bo'lmagani haqidagi maqolasiga havola e'lon qildi va sarlavhadan iqtibos keltirdi. Putinga hujum haqidagi balandparvoz bayonotlar aynan Rossiya tinchlikka to'g'anoq bo'layotganini ko'rsatmoqda. Bu post MRB direktori John Ratcliffe prezidentga vaziyat haqida ma'lumot berganidan so'ng paydo bo'ldi, deb yozdi VCG. Rossiya Putin qarorgohiga hujum haqidagi da'vodan shundoq ham bir qator muammolar bilan murakkablashgan muzokaralarda qat'iyroq pozitsiya bilan tahdid qilish uchun foydalangan, deb ta'kidlamoqda NET. Shu bilan birga Moskva hujum haqida hech qanday shoshilinch dalillarni ochiqchasiga taqdim etmadi. AQSh razvedkasining xulosalari Ukrainaning Moskva ayblovlarini rad etadigan pozitsiyasiga mos keladi. AQSh ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina Putin qarorgohi joylashgan hududdagi harbiy obyektga zarba berishga uringan. Ushbu obyekt qarorgoh yaqinida emas, dedi razvedka ma'lumotlari bilan tanishgan amerikalik amaldor. Zo'rg'a o'ziga keltirishdi. Qodirov shoshilinch tarzda shifoxonaga yotqizilgan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 2025-yil 24-dekabrdan 25-dekabrga o'tar kechasi Moskvada shoshilinch tarzda shifoxonaga yotqizilgan. Bu haqda unga yaqin manbaga tayanib Novaya Gazeta Yevropa